E'tiboringizni 3 ta narsaga qaratmoqchiman. Birinchisi lola va lola qizg'aldoq. Adirlarda lola qizg'aldoq o'sadi. Tog'larda lola o'sadi. Endi adirlardagilarni ham lola deb, lola sayliga chiqdik, mana shu lola deb aytishadi. Yo'q, u lola emas, lola qizg'aldoq. Lola bilan lola qizg'aldoqni qanday qilib ajratamiz? Lolaning barglari shapaloqsifat bo'ladi. Bitta bo'ladi. Bir haligi chachala bo'lmaydi. Lola qizg'aldoqning barglari chochala, mayda bo'ladi. Lolaning tomiri piyoz holatida bo'ladi. Lola qizg'aldoqning tomiri u ham mayda tomirchalardan iborat bo'ladi. Mana shu orqali farq qilishimiz mumkin. Keyin lolaning shakli kattaroq, lola qizg'aldoqniki kichikroq bo'ladi. Bu birinchisi. Ikkinchisi pashsha bilan chivin. Endi shu yerda juda ko'pchilik bir-biri bilan talashishadi. Qora kunduzi ming'illab odamlarni g'ashga keltiradigan, dasturxonlar atrofida aylanadigani pashshami, chivinmi? Vodiyda buni chivin deyishadi. Chivindan ham ko'ra ko'proq chugun deyishadi. Adabiy tilda buni pashsha deb ataydilar. Kechasi harakat qiladigani esa chivin. Lekin buni pashsha ham deyishadi. Endi bularni qanday qilib ajratamiz? Demak, qorasi adabiy til bo'yicha pashsha, kunduzi harakat qiladi, qorong'ida dam oladi. Kechasi qorong'ida harakat qiladigani, chaqadigani chivin deb ataladi. Bu adabiy tilda shunday qabul qilingan. Lekin bitta narsaga urg'u berishimiz kerak. Endi kechasi doka bilan saqlanadigan, o'rab qo'yiladigan, ana shunda dam olinadi. Shu narsa pashshaxona deb ataladi. Agar chaqadigan chivin bo'lsa, nima uchun u himoya qilinadigan narsa pashshaxona deyilyapti, chivinxona emas? Shu narsa haligacha bizni o'ylantiradi. Bu ikkinchisi. Uchinchisi bu olcha bilan gilos. Qora gilos bor. Uni olcha deyishadi. Hayronman. Olcha butunlay boshqa meva. Qora gilos, achchiq gilos yoki Andijon gilozi deb ham ataladi. Mana shunga Qo'qon gilozi yoki Rossiya gilozlarini iskana qilinishadi, ulashadi. Endi ana shu Qo'qon gilos, Rossiya gilozlari giloz ekan, unga iskana qilinadiganı nima ekan? Olcha ekan. Qanaqasiga? Gilozni gilozga iskana qilinadi. Agar boshqa narsaga, masalan olcha yo behi yo shaftoliga ulanadigan bo'lsa, yo qurib qoladi yoki yaxshi natija bermaydi. Mana shuni ham hisobga olishimiz kerak. Olcha bu butunlay boshqa narsa. Yana bir narsani aytmoqchiman. Ana shu Qo'qon gilos Andijon giloziga iskana qilingan. Katta bo'lgandan keyin uning to'kilgandan keyin danaklari yerga tushgandan keyin ular ko'karib chiqadi. Qarabsizki, o'sha qora gilozga aylanib qolyapti. Demak, ulanadigan olcha emas, balki gilos ekan.